Miya sizdagi bo'lgan eng qudratli narsa. Lekin u sizni har kuni aldaydi. U xotiralaringizni boshqaradi. Ammo hayotda bo'lib o'tgan voqealar bilan shunchaki tasavvur qilingan narsalarni bir-biridan ajrata olmaydi. U qarorlarni siz anglab ulgurmasingizdanoq qabul qilib bo'ladi. Olimlar miya skaneri orqali tanlovingizni sizdan 7 soniya oldinroq ko'ra oladilar. Siz dunyoni aslida qanday bo'lsa, shundayligicha ko'rmaysiz. Siz faqat miya siz uchun yaratib bergan versiyani ko'rasiz. U shunchaki elektr impulslari va kimyoviy moddalar yordamida butun boshli olamlarni, siz umuman ko'rmagan chehralarni va bormagan joylaringizni yaratadi. Eng qo'rqinchlisi shundaki, siz miyangizni boshqarmaysiz. Miyangiz sizni boshqaradi. Qo'rquvlaringiz, odatlaringiz, impulslaringiz barchasi siz tanlamagan milliardlab neyronlar tomonidan shakllantirilgan. Xo'sh, miya o'zi aslida nima? U nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz uning ichida yashayapsiz.